Agar atrofingda odamlar erkakmi, ayolmi, bolami, qariyami gunohlarni tap tortmay qilishni boshlasa, gunohlardan uyalmayotgan bo'lishsa, o'zingni isloh qilishga shoshil. Nohaq bo'lib tortishayotgan munofiq yuzli odamlarni ko'rsang, musulmon bo'lib tarozidan, bo'yidan, mehnatidan, xizmatidan, vakolatidan, amalidan urib qolayotganlarni ko'rsang, o'zingni poklashga o't. Qariyalar behuda gaplar, ishlar bilan mashg'ul bo'lib, yoshlari esa tarbiyasiz, itoatsiz, ishonchi yo'q bo'lib, yaxshi yomonni unutgan bo'lsa, o'zing bilan mashg'ul bo'l. Yaxshilikni bo'g'ib qo'yib, yomonlik, isrof, behuda ishlarga molini sarf qilayotganlarni ko'rsang, o'zingni isloh qil, molingdan tarqatib qol. Ibodatlarini ko'z-ko'z qilayotgan, har bir sadaqasini dunyo eshittiradigan nafsi xohlagandek ibodatlarni qiladiganlarni ko'rsang, bilki vaqting oz qoldi. Xolis bandalikka shoshil. Atrofingda aqlingni qulflab, boshingni qotirib qo'yadigan behuda, keraksiz, o'rinsiz ishlarni ko'rsang, bilki qop-qorong'u zulmatli fitnalar yog'ilishni boshlabdi. Uni yoritadigan sajdaga boshingni qo'yib, Robbingga istig'for aytib qol. Qiyomat kunida Allohning diniga xolis bo'lganlar chaqirilganida qolib ketadiganlardan